Zapisiyam eshitdinglar. Men o'sha paytiga ko'p kishiga tushuntirishga harakat qildim. Men aytdim, bu olimni uyini, otamni o'lgandan foydalanyapti. Yo'qda u nima bo'ldi? Farishta bo'ldi. Biz shayton bo'ldik. Odamlar nimasiga-da. Mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Mana bu videoni menga tashlab berdi, qilayotgan ishlarini ko'rdinglar. Mo'minning xotini bolasidan keyin ekan, bolalaridan keyin ekan Rossiyani. O'shani o'shaga sig'dirmay, Mo'min raisni oliga boribdi, buni chiqarish kerak. U Mo'min rais olib kolxozga boribdi. Yo'qotish kerak deb. Mo'min rais, sen kimsan o'zi? Yo mayli, sen unayni sizga seni tanangga bir ozgina vijdoning bo'lsaydi, unayni ko'tiga sizga ichki yo'q Mo'min raisdi. Aytardingki, Mahmud yomonda yo'qotding. Buni qayerga yo'q chiqarmoqchisan? Qo'y yashasin u ham. Nimaga shu gaplarni aytmaysan unayni ko'tiga sizga? Unayni sizga sen o'zi kimsan hayotga? İchki yo'qsan unayni ko'tiga sizga dayussan. Men eski videomga senga dokazat qilib bergandim. Unayni ko'tiga sizga hatto ko'rgan odamlar borib so'ragin dedim. Tirik o'lgani yo'q. Unayni sizga seni xotining uvojat qilmaydi. Hech kimsan latasan unayni ko'tiga sizga. Chunki sen ana shu xotiningni qo'yib yuboraman deb shantaj qilib yer bermasa deb otasiniga majbur qilib yuborgansan. Otasi ham ro'yxotini nevaralari yetim qolmasin deb seni ishiga joy berdi. Unayni ko'tiga sizga bir ichki yo'qsan. Kimsan boshqa unayni ko'tiga sizga birovda ketidan gapirib afsuslat qilasan birovda hayotini. Niktosan unayni sizga. Unayni ko'tiga sizga hamma yig'ilib bitta Mahmud bo'la olmaysan unayni ko'tiga sizga bo'lsanlar meni gapirasan. Lozim shu. Unayni sizga har birini eshigingni taqillatib kelaman. Unayni sizga ignani ko'tidan o'tkazaman bu qilgan ishlaringni. Kim gapirgan, kim nima qilgan meni hammasidan xabarim bor. Qishloqdan menga gapirib, telefon qilib nima bo'layotganini ham hammasini xabar beradigan odamlar ham bor. Yo sen unayni ko'tiga sizga mayli men ana yomon ekanman, sening tanangga qoning bor ekan unayni ko'tiga sizga aymaysanmi sen Mahmudni yo'qotding. Buni qayerga chiqarmoqchisan? Qo'y yashasin. Demaysan unayni sizga? Unayni sizga bir dayussan ey. Mayli ichki yo'q bo'lsang ham mayli edi. Ichki yo'qliging yetmaganda bir dayussan unayni sizga. Men ana xotiningni og'ziga sikib yurganman ey. Sen og'zidan o'pgan bo'lsan-ku, seni og'zing meni qotog'imni hidi qiladi. Tushunyapsanmi? Unayni ko'tiga sizga. Erkinchang ham, boshqasi ham men fakt bilan olib kelib berdim. Unayni sizga men nima deyishni ham bilmayman bularga. Shu qanaqaki shu bular past gap ham bo'lsa bularga hayfda bu. Foydasi yo'qda bularga aytganni. Unayni sizga birinchi senga taalluqli Mo'min rais. Sen hech kimsan hayotga unayni sizga bir dayussan. Bir ichki yo'qsan, itki yo'q unayni sizga.
erkak uylanadiki, xotinni uyimga olib keladi. Nainki uylanib xotinni uyga boradi. Onayni ko'tiga sizga. Sen kelin bo'lib bo'lgan hisobi birda bu. Onayni sizga sen bilan shu hayot nima ko'p gap bu mana shu dasturxon to'ri. Onayni sizga mana shunaqa konchini odamlarga qolganda bu. Onayni sizga birinchi bo'lib gapiradi bular. Onayni sizga lavzim shu. Bu gapim hammanga tegishli. Uchastkovoyga ham, raisi jamoatinga ham, Bahronga ham, ochasiga ham, olimiga ham, erkinchasiga ham, o'ktamchasiga ham, boshqasiga ham bir kun kelib men eshiklaringni taqqalatib har bir gapirgan gapingni har bir harf uchun javob berishga men senlarni majbur qilaman. Shu kun kelmasa aytinglarki sen qo'lingdan hech narsa kelmar ekan deb. Men bu kunni olib kelishiraman. Qanday bo'lmasin men mansabga ega bo'lib kelib hammangdan men hisob so'rayman. Men bu kun kelishi aniq. Bir kun emas, bir kun keladi. Unayni sizga birovda hayotni afsuslash qilmasdan unayni sizga xotiningni yig'ishtir. Unayni ko'tiga sizga men senlarga havonan gapirmadim. Falonchi ko'rdi dedim, borib so'raylar dedim. Unayni sizga senlar hali ham yashab yuribsanlar. Biri Bahromning ochasi. Bu gapni menga boshqa kishi telefon qilib aytdi-da buni. Buni eshitganlar ham bor, bilib turibdi men gapim rostligini. Mana bu men yo'qman, 4 yil bo'ldi men yo'qman Tojikistonga. Men bo'lmasam menga bitta bu gapni aytmasa men qayerdan bilaman kim qanday tug'ildi. Mana bu последний nimasi ko'zi katta-katta bo'lib tug'ilgan ekan. Bahromga o'xshamabdi. Ochasi urush qilibdiki, bu Haromi, bu Mahmuddan bo'lgan. Mahmudga o'xshab turibdi. Onayni sizga ko'tlaringga, po'qlaringga milinsa mendan ko'rasan, men yo'qman ey. Nima hammasi ko'r bo'lib tug'ilish kerakmi? Ochasi ko'rmas-ku, ochasiga ketibdi o'qiydi. Men nima prechon beqa? U kelgan bo'lsa ham hech kim xabari yo'qda kelib chiqib ketganda debdi. Bu gapni ochasi aytgan buni. Kimnidir yerini boshiga ishlayotgan ekan, qaynocha kelin urush qilib, mana shunaqa gaplar bo'lgan. Baqir-chaqir bu gapni ko'p odamlar eshitgan. Onayni sizga 4 yil bo'lib Tojikistonga borganim yo'qmi? Bu yana nima ya? Olim bilmayman, bu gap 15-20 kunlik ichiga bo'lgan narsalar gap chiqaribdiki, mana yarimi Mahmuddan kesin yashasin. U bildiki men Tojikistonga kela olmayman. Keyin shunaqa gap chiqar, men kela olmayman emas. Men kelaman. Men senlarni xudolaring bo'lib kelaman. Mana ko'rasanlar. Onayni sizga har biring menga kalima keltirdirasan. Men sizlarga majbur qildirtiraman mana shu narsani. Ishonmaysizlarmi? Gaplarim hazil tuyulyapti sizlarga, lekin men senlarga bir kun kalima keltirdiraman. Na senlarni bu dunyoga, na u dunyoga tinch qo'yaman. Onayni sizga men senlar bilan boshqacha gaplashaman. Men har biring shunday qilmoqlik qilaman-ku, onasini ko'tiga sizga shu o'limingni kutib yashaydigan bo'lasan. Men senlarni o'ldirmayman onayni sizga. Onasini sizga agar shu kunni men sizlar boshlaring olib kelmasa, meni otini Mahmud qo'ymagan bejizga. Onayni ko'tiga sizga yana senga qaytaman Mo'min rais. Sen bilan bir gandon, bir konchini odamsan onayni ko'tiga sizga o'z xotiningni yo'liga sola olmagan bir gandonsan onayni sizga. 4 soat yer uchun onayni sizga xotiningni qo'yaveraman deb shantaj qilib, maqsading yer olish bo'lgan. Sen onayni ko'tiga sizga bitta nasihat qilasan, onayni sizga borib ishlab mehnat qilib yer olgin deb. Onayni sizga o'zing bir konchini odamsan onayni ko'tiga sizga. Yo sen nima uchun aymaysanki Mahmudni yo'qotding? Nima qilmoqchisan yana? Sen nima maqsading bor? Qo'y yashasin mo'min bolalari bilan. Nimaga sen shu gapni aytmaysan, onayni sizga? Xosiyat Gulnisonni ko'rib gapirmay ketibdi deydi, onayni sizga. Xosiyat. Shu bechara nazarmi u, nima u ko'rdi otasini o'ti. Nazaralmi men qo'yib bir eshitgandim, esni
bir marta sikdi yo'q, bir umr tovon to'lattirding uni ayni sikka. Sikkandan ham pushaymon bo'lishdan nazar bechira seni. Nazarmi nima u? Hakimmidi uni ayni sikkaydi o'tgan esimdan chiqibdi. O'sha qizil uzdigu. Bari ko'rdi otasi. Shu bir marta sikdi yo'q, majbur bir umr tovon to'lattirding. Sikkandan ham pushaymon qildirding uni ayni sikka. Sen nima ishing bor Gulniso bilan? Gapirmay o'tib ketdi uni ayni sikka. Ey, uni ayni sikka, to'ra. Bu gapim unga yetib boradi degan umiddaman. Uni ayni sikka 4 sodiq yering uchun hammani xuni jigar qiling uni ayni sikka. Xuddi faqat bir senga yer bor, boshqalarga yer yo'qda. Uni ayni sikka shu tiriklik paytiga mana qo'shnida shu hammasi xabari bor. Uni ayni ko'tiga sikka shu tiriklik paytiga 1000 marta jamoat bor deng uni ayni sikka. Xuddi bir senga yer bor, boshqalarga yer yo'q. Uni ayni sikka shu 4 sodiq bergan yeringni uni ayni ko'tiga sikka hozirgacha kino qilyotibsan. Uni ayni sikka shu dadamning o'zining yeri bordi tepaga, uyi bordi. Kelib o'g'rab, sotib, echki qilamiz, qo'y qilamiz, biznes qilamiz deb sottirding uni ayni ko'tiga sikka. Sottirmasang o'sha uyga tinch yashardi. Men yer berdim deysan, uni ayni sikka o'zining yerini sottirganidan keyin yer berasan-da uni ayni ko'tiga sikka. Uni ayni sikka bir yer senga bor ekan, ey. O'sha hamma bildiki bir yer to'raga bor ekan, boshqa hech kimga yo'q ekan yer. Boshqalar shu balotaga yashayotgan ekanda bu. Bu qanday bo'lib to'ra yer soyib bo'lib qolibdi uni ayni sikka. Uni ayni ko'tiga sikka to'ra. Men aytyapman-ku, hammang nimadan chiqding o'sha sizlarni hurmat qiladigan bir ro'yxotir qiladigan narsa qolmadi. Agar men kelguncha tirik bo'lsang, to'ra ko'rasan men seni qanaqa qilaman. Men mana qotog'imga sen kimsan men uchun. Agar o'lsang qabring ustiga borib siyaman aytib qo'yay. Sen o'ylama men qabrim topilmaydi deb. Topaman uni ayni sikay seni qabring. Ustiga borib siyaman. Keyin shu yeringdan olib borib turpoz qo'yamanki shu tinch yotgin. Ko'r, senga ham tegishli. Senga ham tegishli. Uni ayni sikay haromlaringni ko'zingni oldingga bor-ku. Yo'qqa qovurmasam, men Mahmud emasman. Uni ayni sikay senlarning naslaringni yo'qotaman. Mana ko'rasizlar. Uni ayni sikay senlardan nasl qolsa bu dunyoga, bu qishloqqa, bu Hisor rayoniga tinchlik bo'lmaydi uni ayni sikay. Nega bu gaplarim senga ham tegishli? Mana ko'rasanlar, uni ayni sikaylar, meni bitta maqsadim senlarni har bir gapirgan gapingni har bir harfiga javob oldirish. Uni ayni sikay uchastkovoyni ham, raisi kolxozini ham mana qotong'i o'tkazdirib qo'yaman, mana ko'rasanlar. G'ulom, meni bu gaplarim senga ham taalluqli. Pulni olib chorni qiling, bu yana gap chiqardingki, bu mendan qarzdor edi. Men bergan pulimni oldim deb. Sen hayotingga menga $1,100 qarz bermagan insonsan, bermaysan ham. Hech kimga bu pulni qarz bermaysan sen. Sen u qarz beradigan zotdan emassan. Hayotingga 11,000 rubl yuborgansan, o'shani ham 1000 rubl, 2000 rubl qilib men pulingni qaytarganman. Sen boshqaga mayli, sen menga hayotingga bunaqa pul bermaysan sen. 1000 rubl, 2000 rubl bu yevargan pullaringdan boshqalarning ham xabari bor. Men uni berganman, undan ham xabari bor. Sen iflos otangga pul bermading, sen menga $1,100 pul yuborar ekansanmi? Bu gaplarim senga ham taalluqli, eshitib qo'y. Bu gaplarim uchastkovoy davlatga ham tegishli. Yana bitta iti bor. Umarzoda Aziz deydimi nima? Unga ham taalluqli. Raisi jamoatga ham taalluqli. O'sha paytga raisi jamoat gap chiqardiki, o'sha paytda meni o'g'limga ham aytdi bu gapini. Tipa men dadam tiriklik paytiga borgan bo'lsam, uni oldigaki yerni men nomimga o'tkazib ber. Men qasam berdim o'g'liga, qachon men keldim dedim. Keyin ko'tini buradi, aytdiki, sen eding, akang edimi, meni xabarim yo'q. Shu biring edingda dedi. Uni ayni sikay men seni qachon oldingga bordim? Uni ayni ko'tiga sikay 4 tanga pulni olding.
hammasini o'zingdan gap chiqarib menga to'nkab qo'yding onangni ko'tiga. Bu gaplarim senlarga ham taalluqli.